aka aviyoga ham yangilik qilinglar, aviyo ham oldin o'ng taraf daqillab tushadi deydigan akalarimizga oxirigacha eshitinglar. Oldin o'ng taraf daqillab tushishlari bo'ladi aviyolarda yoki ikkala taraf ham daq etib uradi yoki do'kir qiladi. Endi buni nima sababidan unaqaligini sizlarga aytib beramiz akalar. Mana amortizatorlar, aviyoda amortizator o'zini radnoy o'qi kalta bo'ladi. Biz bunga mana akalar mashinchalik qo'shtirib qo'ydik. Endi biz bunga perderga qo'yib Cobalt'ikini yoki-da Trekker'dagini qo'ymadik akalar. Mana Mashtosterda qo'yib bersizlar bo'ldi. O'zbekiston Respublikasida qayerda bo'linglar, BTS orqali yetkazib beramiz. Shu Shtosterda olasizlar, shunday qo'yasizlar, hamma yo'g'i birga bir bo'ladi. Bez perderga, bolt, gayka, svarka, shayba, mayba kerak emas. Agar mana o'q qo'ysa ham effekt ashunchalik ko'tariladi, narxi qimmat bo'lib ketadi. Ikki amortizatorda berib olishimizga to'g'ri keladi. Endi siz bu yerda aka 200 grammdan 400 gramm Shtosterda olasiz, bittadan qo'shtirasiz. Mashinangiz oldi nisbatan ko'tariladi, daqillab, do'kirlar, xudo xolasa 75%, 80% ga aka xudo xolasa o'zgarish shuni sezasiz. Kimga kerak bo'lsa pastda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Nalichida bor. Agar qo'ydirmoqchi bo'lsanglar, kelsanglar, o'zimiz ustanobga qilib, cho'tki qilib qo'yib beramiz akalar.